Bugun sizlar bilan kurasanni ukasini tayinlaymiz. Birgalikda kuzatishda davom etinglar. Oshirma xamirim retsepti profilimda bor, bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Oshgan xamirimizni ikkiga bo'lib, tindirib, yoyib, masilka margarinlardan surib, dumaloq qilib, somsaga o'xshab o'rab olamiz. Keyin u xamirimizni ham ustini yopib, tindirib qo'yamiz. Yana ham yumshoq bo'lishi uchun. Xamir tingan sari ko'tarilaveradi, ishaveradi, semiraveradi. Bir pastamon bo'lgan xamirimizni olib, ozgina un sepib, oldin qo'limizda, keyin juva orqali yoyib olamiz dumaloq shaklda. O'tkirgina pichog'imizni olib, kesib olamiz. Ichiga nachinkasi xohishga ko'ra hech narsa solmasanglar ham bo'ladi, yong'oq magiz qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Shakl berilgan xamirlarimizni yana tindirib, keyin ustiga tuxumlarimizni surib, pishishga qo'yib yuboramiz. Bulochkalarimiz pishguncha masilka qarshi profilida hozir konkurs ketyapti. Bayram oldi o'zingizni yaqinlaringizni xursand qilish uchun konkursda qatnashing, aktiv bo'ling va yutib oling. O'yinligi 100% halol, ishonchli. Bu orada bulochkalarimizdan ham xabar olamiz. Chiroyli rangga kirgandan keyin pechdan issiq paytida siroplarimizni surib, xohishga ko'ra yasatib, chiroyli qilib dasturxonga qo'ysanglar bo'ladi. Bolajonlaringiz uchun maktabga ham tayyorlab berib yuborsanglar bo'ladi. Yumshoqqina chiqadi. Menga obuna bo'lishni unutmanglar.